3 xona, 4 xona qilingan Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor metro Naqqoshlik ko'chasidan qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismida divanda o'tirib televizor tomosha qilib tursanglar, men sizlarga uyni to'liq obzor qilib beraman. Uyimiz g'ishli domdan iborat, umumiy maydoni 70 kvadrat metr. Krush prixoshkamiz bu yoqda bolalar xonasi joylashgan. Garderobni shkaflariga ega. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga kirish alohida, ya'ni koridordan kiriladi. Bu yoqda o'zini razdelniy sanuzel qismiga ko'zingiz tushadi. Yevro avtorskiy dizaynda remont qilingan. Uyimizda remontdan keyin hali hech kim yashamagan. 4 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi xolodilnik va kir mashinalarini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 2x6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib, yarmiga yotoqxona qismi qilib qo'yilgan. Uyimizni mo'ljali Singapurskiy institut, Tamojniy chorraha, Chilonzor metroga 6 daqiqalik yo'l. Uyimiz narxi $95,000. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim.